Assalomu alaykum. Aziz YouTube kanalimdagi obunachilar, YouTube tomoshabinlari hamda Telegram kanalimdagi Yonariq sadosi kanalimning ham aziz muxlislari, men hozir sizlarga bir voqea, hodisa haqida bir o'zimning fikr mulohazalarimni, shaxsiy nuqtai nazarlarimni aytib, dardlashib, o'rtoqlashmoqchiman. Mana hozir sarohadan ko'rib turibsizlar. Abror Muxtor Ali va Sirojiddin Media deb saroha qo'yganimning sababi eng asosiy hozir nima deydi, trenddagi shov-shuvli voqealarga butun mana shu ijtimoiy tarmoqni faollari, ijtimoiy tarmoqni kuzatuvchilari o'zlarini fikr mulohazalarini bildirishmoqda. Shu jumladan menga o'xshab to'ridan go'ri yaqin qolgan bir antikazzob deydigan chol boboyimiz ham menga o'xshagan boboy, o'zim ham qo'shyapman-ku. O'shalar ham fikr bildiribdilar-da, endi ularni yozgan sarlavhalarini-chi Abror Muxtor Alini haqida. Shu o'zlari juda islomshunos, dindor qilib ko'rsatadilar-yu, lekin bir o'zga din, g'ayri dinda ham unaqa domla to'g'risida yoki ilm ahli to'g'risida bunaqa sarlavha qo'ya olmaydi-da, qanaqadir bir harom hayvonlarga o'xshatib, shu shartmikin qatdan chiqarkan, shuncha patos, shuncha yirin odamlarning ichidan. Endi sarlavhani bunaqa qo'yishimning sababi mana sizlarga ozgina oydinlik kiritadigan bo'lsam, o'tgan yili aprel oyida Farg'ona viloyatining mani nomim bilan ataladigan Furqat tumanida bir shov-shuvli bir ayol bilan bog'liq. U ayolning nomini aytishni ham men nima ep ko'rmayman masalan-da. O'sha ayol bilan bog'liq bo'lgan bir tragediya desa ham bo'ladi. Tragediya desa ham bo'ladi buni. Приключение desa ham bo'ladi. Chunki приключение deyilishi mana hozir 1 yil bo'lyapti, butun O'zbekistonni mana shu ijtimoiy hamma xalqi demoqchi emasman, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini eng asosiy tashvishiga aylanib qoldi-da. Xuddi bir uni ketidan chopib borgan blogerlar, uni ketida yurganlar ikkiga bo'linib olib, xalqni ikkiga bo'lib, xalq qanaqa ikkiga bo'ladi? Mana masalan kommentariyaga kirsangiz, bitta videoga 1000 ta odam munosabat bildirgan bo'lsa, ikkiga ajralib olgan bo'ladi-da. Bittasi mana bu taraf, bittasi mana bu taraf. Bizning mana shu tarafimiz zo'r-da. Shu bilan hech bitta bo'lmaymiz. Hatto bir 90% bo'lmaymiz. Hamma masalada biz nima qilamiz? Ikkiga bo'linamiz. Ana hamma gap ana shu yerda deydi-yu. Endi haligi din xuddi bir Robinson Crusoe'ni nima deydi, yon daftarchasini, estalinglar daftarchasini topib olgandek, xuddi bir buyuk bir ishi, buyuk bir foydali ishi yoki hozirgi endi zamonaviy tilda case deyilyapti, ya'ni shu voqeani topib olgandek blogerlar, baraka topkurlar. Mana 1 yil bo'lyapti, hademay 1 yil bo'ladi shu voqeani boshlanganiga, bo'lib o'tganiga. Lekin u to'g'risidagi mana bu trendga chiqish, O'zbekistonning xalqini hali ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilarni fikrini jalb qilish, masalan shu 2025-yil noyabr oylarida boshlangan bo'lsa, ana shunda bir shularni ketida yurgan odamlarni shular bilan birgalikda bo'lib, shularni oqlab, advokatlik qilib, shu ayolga g'amxo'rlik qilib, haqiqatni, adolatni yuzaga chiqaraman deb yurgan odamlar, demak, blogerlar, bittasi masalan eng asosiysi Sirojiddin Media deydigan, Sirojiddin Odilov deydigan 900 ming, salkam 1 million obunachisiga ega bo'lgan deb gapirishadi. Obunachiga ega bo'lishlarining sababi bizga o'xshab, biza endi nima desam bo'lar ekan, yoshimiz 68 ga kelgan bo'lsa ham
hali mana bu blog sohasida, ya'ni aytuvdim-ku, bu bloger degani blog egasi. Blog egasi degani demak minbari bor degan. Shu sohada biz endi ade cheche qilib yurgan odam bu so'z. U Sirojiddin Media, Shuhrat Musayev, Otabek Jo'rayev, ana bir narsa Xolib deydigani bor. Yana kim desam bo'lar ekan. Mana shular men bilganlarim asosan mana shular blogerlik faoliyati bilan demak o'sha endi mana shu so'z erkinligi, fikr erkinligi yo'lga qo'yilgandan qisqasi mana shu 2016-yildan keyin shular o'zini faol, balki undan ham oldinroq masalan Karim Pidorda ham bo'lgandir blogerlar. U paytda men bilmadim, ijtimoiy tarmoqlarda ular ishtirok etmas edim. Xullas qisqasi mana Otabek Jo'rayev, yana bitta Otabek deydigani bor, ana Rossiyadan kelgan, Rossiyada ishlab kelgan. Xullas mashinlar haligi billa bo'lib mana shuni ko'ryapsizlar. Sizlarga men tushuntirib o'tirishim kerak emas. Xullas mana shu Sirojiddin Media deydigani demak qamalib qoldi yaqinda. Undan oldin mana yanvar oyida Taftish Uz deydigan bir kanalni boshlig'i bilan birgalikda 5 kishimi, 6 kishi, yana bir ichida bir Marjona degan kichkina qizaloq ham birga ketuvdi. Endi hadeb shu bundoq o'ylab qaraganda bir tomonlama bo'lish yaxshi emas-da. Nimaga desangiz, biz bilmaymiz, uni ichiga kirmaymiz, lekin kommentariyalarga kirsangiz, voy bu odamlar shunday ikkiga bo'lingan. Endi Abror Muxtor Aliyning bunga nima aloqasi bor desangiz, mana shu Abror Muxtor Ali yo dekabr oyida yo yanvar oyida qo'yinglar erkaklar, qo'yinglar yigitlar, to'xtatinglar bu ishlarni. Bir ayollar orqasidan shunchalik xalqni junbushga keltirib, ularni nima deydi, ehtiroslariga sababchi bo'lib, ularning miyasini aynatib, fikrini chalg'itmanglar, qo'yinglar sud huquq organlariga, davlat organlariga qo'yib beringlar deb gapirgandan keyin Sirojiddin Media o'zining orqasida turgan 900 ming lashkarlari bilan birga mana shu domla Abror Muxtor Aliga ancha-muncha demak e'tirozlarni bildirgan edi. Endi men buni ko'p gapirib o'tirmayman. Qisqasi bir endi ular ko'pchilik hozir shunaqa fikrga kelishyaptiki, blogerlar haqiqat gapni gapirgan uchun qamaladi, bizlar haqiqat gapni gapirish mumkin emas deb, yo'q, xolis bo'laylik. Ana endi hozir mana shu qaysi bloger qamalgan bo'lsa, yuzlab, minglab orqasida odamlar turibdi. U qanaqadir trollar, yo davlat odamlari, yo hukumatda, yo hokimiyatda, yo siloviy struktura organlarining odamlari emas-ku. Oddiy sizga menga o'xshagan oddiy chekka qishloqlardan chiqayotgan insonlar. Mana bularning yoniga anu Jahongir To'laganov deydigani ham qo'shilib qolgandi. Jahongir To'laganov, Qobil Do'stlar ham nima deydi, blogerlik sohasiga o'tib ketdi. O'zi ular menimcha qanaqadir bir nima deydi, rahbar, deputat bo'lgan shular. Qobil Do'stlar ham, u ham mana hozir qamoqda. Mana men Jahongir To'laganov Chirchiqli. Ammo buni yaxshi yigit, zo'r bo'ladirdim. Lekin balki zo'r bo'ladir. Lekin bular bir-birlarini yomon hozir ochib tashlashyapti bir gruppada, keyin birovni aybdor qilishadi. Men shu o'rinda hozir ulgursam ikkita bo'lmasa bitta hikoya aytaman. Sizlar ana shu hikoyamni mazmunini chaqib, meni hamma gapirmoqchi bo'lgan gaplarimni, fikrlarimni bilib olasizlar. Mana buni mag'zini chaqib bola degan joyi bor. Demak, birinchi hikoya yosh bolaligimda men ko'proq kattalarni, yosh katta otamni nima deydi, tengilarni, xullas yosh katta odamlarning suhbatlarini tinglashni yaxshi ko'rardim. Bir kun bir Beyaka deydigan bir beybuva, Alloh rahmat qilsin, adamga yetib qoldi. Xo'jaka, sizni ham uyingiz Novur bo'yida, sizni ham mana shu molxonalaringizda kalamushlar ko'payib ketayotgan bo'lsa kerak. Meni ham uyim Novur bo'yida, kalamushlar ko'payib ketdi, bir ish qildim dedi. Adamlar rahmatli. Nima ish qilding? Bek dedilar. Mana dedi, hamma 200 litr bochkaga dedi, kalamushlarni hammasini tutib soldim dedi. Keyin bochkani havo kiragan qilib teshib, ustini bekitib, ichiga faqat suv qo'yib qo'ydim dedi. Keyin oradan dedi
Bir oy o'tgandan keyin dedi, o'tda ikkitagina kalamush qoldi dedi. Hali kalamushlarni keyin qo'yib yuboruvdim dedi. Mushu kerak bo'lmay qoldi dedi. Kalamushlar o'zini yeyapti dedi. Chunki eng zo'ri qopdi-da. O'zini o'zi yeb, biologiyada shunaqa bir termin bor, hozir esimga kelmay turibdi. Kommensalizmdirmidi, shunaqa desa kerak. Xullas, o'z turiga mansub bo'lgan narsani yeyish. Ana o'shanga o'xshab mana bu hikoyani men eshitgandim. Bundan xulosa qilinglar. Ikkinchisi endi ikkinchi sizlarga aytmoqchi bo'lgan xulosam bir inson bu sovet davrida hozirgi davrga tegishli emas, tam korrupsionerlarni gapiryapti demaylar. Bir inson korrupsiya o'sha paytda ham bo'lgan. Xullas bir inson qamalib qolibdi-da, davlatda ancha mablag'ini o'zlashtirib qo'yib, qamalib qolgandan keyin shu bilan keyin qamalmasdan oldin adasi o'zingizni bosing deb xotini, yo bu yog'ingizga sal qarang. Ko'chada ayollar aytishyapti. Sizni ishdan olib tashlasharmish bunaqa yurishingizda. Ayollaring bekor yetibdi. Ko'p gapirma, choyni damla. Ming'illama, nimadan nedovolniysan? Yashash o'zi qara deb. Yo ozgina kamroq yiyilu, ozgina kamroq bitta barmog'ingizni og'zingizga solib shimchangiz ham bo'ladi-yu bizga. 5 ta barmog'ingizni og'zingizga tiqayotganmisiz? Desa, kim aytdi? Ayollar aytishyapti. Bekor yetibdi ayollaring. Gapirma ko'p, ming'illama. Mana shunaqa qilib keyin yana bir kun ayol aytdi. Dada sizni ishdan olisharmish, sizni qamasharmish debdi. Bo'lmagan gap, kim aytdi? Ayollar aytyapti. Ayollaring bekor yetibdi, ayollaring valdirayveradi. Kim meni qamaydi? Xullas qisqasi mana shunaqa davom etibdi hikoya. Ayoli kelib uni ogohlantirishdan hech charchamabdi. Ayollar u deyapti, mahallani ayollari bu deyapti. Oxiri haligi odam, haligi o'g'ri muttaham davlatni mulkini u paytda sovet davrida nima desam bo'lar ekan, ABXSS dirdi, ya'ni o'sha ABXSS ushlabdi-da, haligi odam meni qamabdi. Qamagandan keyin oradan qanchadir vaqt o'tib shunda haligi ayoli ko'rganni boribdi, встреча deydimi, свидание deydimi, borganda haligi ko'rishgandan keyin adajonisi yaqinda chiqar ekansiz qamoqdan. Sizni ozod qilishar ekan, mana bu sog'lig'ingizni e'tiborga olib, amnistiyaga ilinar ekansiz desa, voy xotining kim aytdi senga buni, og'zingga shakar kim aytdi? Ishonchli odamlar aytdimi ish qilib desa, aytishyapti, mana shu qonunlar chiqibdi. O'sha ishxonangizdagi o'rinbosarlaringiz aytyapti. Mana bu mana shu sud huquq tizimidagi odamlar aytayotgan ekan desa, ularni gapini qo'y, xotin. Mahallada xotinlar nima deyapti? Mana shundan gapir degan ekan. Mana shu ikkala hikoyamni ham hozirgi mana shu blogerlarni, demak, qamalishiga yoki qo'lga olinishiga mana shu o'zingizlar mos tarafini topib olinglar. Abror Muxtor Ali aytyaptimi? Endi ertaga qamalgandan keyin Abror Muxtor Ali qamatdi demanglar. O'zbekiston bu demak huquqiy davlat. O'zbekiston anarxiya emas, monarxiya emas. O'zbekiston tushunyapsizlarmi yo'qmi? Boshqachasiga aytganda, biza bolaligimizda ota-onalarimiz aytishardi, "Ey, Toshkent bedarvoza emas" deb. E'tiborlar uchun rahmat. Qamalganlarning hammasiga Alloh o'zi ish qilib nusrat bersin. Ani yozib bergan odamlarni, masalan, haqlarini to'lashlarida ularga Allohim yordam bersin, haqlarini to'lasin. Yozib berganlar arizalarini qaytarib olishsa ulug'ayom kunlarida hech kim qamalmasin. Hech kimning oilasiga bir ozgina bo'lsa ham iztirob, qayg'u bo'lmasin. Har qanday yomon odamni ham oilasida, orqasida yaxshi odamlar bor, farzandlari bor, oilalari bor. Hech kimga bir-birimizga yomonlik bilan 5 kunlik dunyoda tosh nafratlarni otmaylu, boshlarimizni toshlamana hammamiz bir-birimizni yormaylu. Mana qo'shnilarimizda nima bo'lyapti? Nohaqlik dunyoda. Xalq qanaqa yashayapti Eronda? Ustilariga
har kuni minglab, millionlab tonna raketa, bomba yog'ilyapti. O'shaning uchun biza Alloh yog'dirmagan toshlarni bir-birimizni boshimizga yog'dirmaylik. O'shaning uchun biza mana shu tinch, osuda, farovon hayotimizni qadriga yetaylik deb sizlar bilan mana bu Dangal doda xayrlashadi. Rahmat.